Sandiqqa qo'yaman, erim kelmani o'ynatadi. 4 ta paket 1 milliondan oshiq narsa obzor qilamiz. Birinchisi troyka oldim. To'xtanglar. 1, 2, 3. Hop. Qalay. Buni yechib, ana bunday kiysalar ham bo'ladi yoki bu bilan kiysalar ham bo'ladi. Buni kiyib ko'ramiz. Hozir men bu uchun bitta ko'ylak topib kelishim kerak. Hozir kelaman. Hop. Qalay. Ding 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 ding. Bu ikkita tarafli bo'lar ekan, buni qarang. Hop. Ding 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 ding. Hozir zo'r bor. To'xtanglar, qallamga zo'r narsa keldi. Bunday. Kim bunday? Yo'q, o'xshab ekan. Tez ertalab bo'lsin, shapar ko'chaga buni chiqib, kiyib, chiroyli bo'lib kelish kerak. Har qachon qilaman, to'xtanglar. Mana buni nanam ukalariga oldilar, xolamga. Buni ichiga men narsalarim to'la. Xolamga olmam, o'zimga olmayman. Xola juda bilaman. Xolajon hazırlashdi. Abadoklarni devnasman, bilasizlar-ku. Ana shu kiyimimda o'zi bilan ham zo'r ketar ekan. Qizlar, ana bunaqa qaniydi? Halqacha. Buni kiyib men Amerika ketishim kerak, чтобы men o'zbekman deb ko'rsatish uchun. Yana nima qoldi? O'z topib kelaman. Ilonlarni o'ynataykan oldim. Sandiqqa qo'yaman, erim kelmani o'ynatadi. Sumka qolib ketibdi. Bu bunaqa sumka. Vau! Bitta oyog'imga voy olishim kerak. Xonatlas topib chiqaman biror nima. Tamom, чистый o'zbek. Qalay ekan, raspakovka yoqdimi?